Shu joyga bitta kichkina sirni ochib ketasiz. Boshqa donarchilarga qaraganda narxi qisman arzon ekan. Shunga sabab nima? Biz butun molni perrabotka qilamiz, ishlab chiqaramiz. Ya'ni qanaqa? Bu son qismi. Sizga misol tariqasida ko'rsatay. Mana bu son qismi. Buni ko'rinishi mana muzlagan holatdagisi. Buni o'rta hisobda 24 soatdan 30 soatgacha eriydi. O'shandan keyin mana mashq holatga, erigan holatga keladi. Bu hali yana tozalanadi, jilovkalardan o'tadi. Bizni narxini ham bekitmay aytib ketaman. O'rta hisobda bizga 60 ming so'mdan boshlab 80 ming so'mgacha aralash hisobida bizga go'sht kirib keladi. Nimaga qolganligi nisbatan arzon siz bizni importniy go'shtni ham men butun buqa go'shtini xarid qilaman. Orqa sonini ham, oldi qo'lini ham, bo'yni go'shtini ham, qo'rg'i. Men butun buqani yaxlit sotib olamiz. Endi son qismini biz nimaga ishlatamiz? Son qismini yaproq deydi bizda donarchilar. Eng yumshoq mazali joyi hisoblanadi. Shirin joyi. Shirin joyi. Uni biz yaproq qismiga, mayinligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Son qismini biz yaproq qismiga ishlatamiz. Qo'l, sarpanji, xalqimizning tilida aytganda qo'rg'i go'shtlarini biz qiymaga ishlatamiz.